vafot etishlaridan oldin yig'lasangiz nimaga o'qiysiz dedim. Yillar o'tib men o'zimdagi xatoni tushundim-ku. Hammasi bir yomon yo'lga kirib ketgan. Men o'zimni negadir yolg'iz his qildim deb chol o'lgandan keyin u xonani bizga berishdi, ikkinchi xonasini ham. Qozoniga soladigan go'shi bo'lmasa nolimasdan ovqat qilgan. Turmush o'rtog'im bilan oyligimiz juda ham kam edi. Tillolarga ko'mib tashamadilar turmush o'rtog'im. Nima qilib men orqimayman. Men unaqa yuraveraman. Artist bo'lgandan keyin u boy bo'lib yashash kerak deb tushunishar ekanmi, bilmadim. Umrlari qisqa ekan, shundan keyin vafot etdilar. Hayot turfa uchrashuvlar va rangin suhbatlar aro o'tguvchi bir jarayondir. Bunda yaxshi insonlar, samimiy qalb sohiblari, so'zlari mazmun va ibratga boy kishilar bilan o'tguvchi diydor va hamsuhbatlik ko'ngilga ajib huzur va halovat bag'ishlaydi. Ko'rsatuvimizning yana bir ajoyib qahramoni bilan bo'lgan samimiy suhbatimiz nainki biz, balki siz aziz muxlislarning-da ko'ngliga yorug'lik bag'ishlashiga ishonamiz. Sahnayu ekranda jonlantirgan hayotiy, haqqoniy obrazlari bilan tomoshabin mehrini qozongan bu san'atkorni yaxshi bilasiz. Zero ularning san'at va hayot sahnida tutgan o'rni ko'plarga havas. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Mehnat shuhrati ordeni sohibasi Shohida Ismoilova umr yog'dusining bu galgi aziz mehmoni. Garchi bahorning ilk kunlarida uchrashgan bo'lsak-da, erta tongdan peshvoz chiqqan oppoq qor ulashgan kayfiyat, yorug'lik ila o'tgan suhbatimiz odatdagidek san'atkor uchun qadrli bo'lgan esdaliklar, shirin xotiralar bilan boshlandi. Haqiqat uyimizda bunaqa albomlarni juda ham ko'p bor. 10 dan ziyod 20 ga yaqin albomimiz bor. Suratlar ko'p. Ilgari suratlar olinardi, albomga chiroyli qilib yopishtirib qo'yilardi. Hozir esa telefonga olinadi, muhrlanadi, bo'ldi. Shu telefonning o'zida qolib ketadi. Lekin bilasizmi, mana shu albomni varaqlab xotirlash bir boshqacha insonni qalbiga singib ketgan, hayotidan o'tgan eng shirin xotiralarni yodga olishga albom ko'proq yordam berar ekan deb o'ylayman. Shu bolalikka qaytsam qani edi yana mana shu bolalikka qaytsam deydi. Necha yoshligingiz shu suratda sizni? Bu suratda mana hali 1 yoshga to'lmagan bo'lsam kerak. 1 yoshga to'lmagan. Chaqaloq Shohida Ismoilova. Shu juda ham katta xotira qolgan. Qanday baxtda yoningizda otangiz, onangiz bor, yaxshi ko'rgan insonlaringiz bor. Bilmadim, mana shunaqa shu oilada tug'ilganim uchun ham men o'zimni baxtli his qilaman. Qo'limdagi mana bu suratlarga kelsak, adamlar bilan oyimlar pasport rasmga tushgan ekanlar. Bu yerda adamlar. Hayot shunday bir murakkabki, inson hayoti hech qachon bir-biriga o'xshamaydigan takrorlanmas insonlarning hayoti bo'lar ekan. Har bitta inson bir kitob, o'qilmagan kitob, o'qilmagan sahifalar. Mana shuning uchun ham men har doim kimnidir ota-onasi haqida eshitsam, yaqinlari haqida eshitsam, o'sha o'qilmagan kitobini men ham varaqlagan deb bo'laman. Bugungi mana nazarimdagi suhbatimiz ham xuddi ana shu tarzda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Otam haqida gapirsam, adamlar o'ta bosiq odam bo'lganlar, juda ham bosiq, kam gap odam bo'lganlar. Hayotda ular harbiy bo'lganlar, harbiy o'sha prokuror bo'lganlar. Eng qiyin paytlarda, Ikkinchi jahon urushi paytlarida ishlashgan. Adamlardagi ko'p yumshoqlik, fazilatlari ko'p men o'zimni ko'raman adamlarda. Chunki mulohazali, o'sha o'ylab gapirardilar. Koyganlarda ham men o'sha koyishlarni hech qachon urushib, baqirib koymasdilar. Lekin shunda bitta qarashlaridan qilgan xatoyimni tushunardik. Endi oilada biza adamlardan 4 ta qiz farzand qolganmiz. Adamlarning lekin birinchi oilalari o'sha urush paytlarida turmush o'rtoqlari rak kasaliga chalinib bevaqt vafot etgan ekanlar. 2 ta farzandlari qolgan ekan adamlarni.
u farzandlar ham o'sha oyimga uylanganlarida 7 yosh, 8-9 yosh bo'lishgan. Anvar akam, Azizaxon opam. Ular ham o'tib ketishdi, rahmatli. Ular ham joylari jannatda bo'lsin. Juda ham yaxshi opam, akam bo'lganlar mani. Hozir o'sha akamlarning ayollari Masudaxon, Kenayim bitta o'shalar avloddan qoldilar. Umrlari iloyim ziyoda bo'lsin, uzoq umr ko'rsinlar. Borib gohi duolarni olib kelamiz. Onam hayotlarida esa onamning birinchi turmush o'rtoqlari Ikkinchi jahon urushida shunday yosh yigit navqiron ketganlaridan keyin farzand tug'ilgan. Ular ham o'g'illarining ismi Anvar bo'lgan. O'sha o'g'il tug'ilgan-ku, lekin ana shu o'g'illi ham tug'ilganligini turmush o'rtoqlari keyin eshitgan. O'sha xatda bir-biriga yozgan, urush paytida shu bir-biriga xat yozishganda Anvar qo'ygin deb aytgan ekanlar, Anvar qo'yganlar. Shu bitta shu xotira rasmlar shu yerda qolgan. Lekin turmush o'rtoqlari urushdan qaytib kelmagan, bedarak yo'qolgan. Shu yosh, o'sha 20 yoshda bo'lganmilar. Yosh ketib o'shalar qaytib kelmaganlar. Lekin farzandlari 9 yoshga to'lganda meningit kasalidan vafot etgan. Onam o'shanda juda ham qayg'uga tushgan, stress holatlari ko'p bo'lgan, ko'p yig'laydigan, ularning yonlarida bir suyanadigan onalari ham vafot etib ketganlar. Mani buvimlar 49 yoshlarida o'lganlar, lekin o'sha mudhish urush jarayonlari shunchalar ayollarni qaritib qo'yganki, bu ezib qo'yganki, ularga ulug' yosh berasiz. O'sha paytdagi yashagan ayollarga iztirobi, urush qiyinchiliklari. Eslasam, men buvimni ko'rmaganman, lekin oyimlarni adalarini ko'rganman. Chiroyli, kelishgan, bo'yi pastlari baland, Oqsaroqdan kelgan odam bo'lganlar. Biz lekin o'sha bitta hovlida yashaganmiz-ku, biz oldilariga borishdan qo'rqardik. Endi ularni ham o'sha adalarni endi buvim vafot etgandan keyin uylanganlar, yosh ayolga uylanganlar. Ulardan bir o'g'il, 3 ta qiz tug'ilgan dadamgilardan. O'g'il ham vafot etib ketgan yoshligida. 3 ta qiz qolgandi, lekin biz oralarda uzilishlar bo'lib, biz bilmaymiz ular qayerda, nima bo'ldi bilmaymiz. Lekin bir narsa meni e'tiborimni tortyapti. Masalan, o'sha qiyinchilik paytlari, mana urush yillari, o'sha urushdan keyingi davr, lekin shunchalik o'sha hafsalalik, bir havasli insonlar bo'lishgan ekanki, mana shunchalik fotosuratli esdalik bo'lib qolgan ekan. Qarang, chunki ko'pchilikda bunaqa o'sha davrlardan bunaqa esdalik fotosuratlar ko'p ham topilmaydi. Siz boy inson ekansiz, Shohida opa. O'zi ko'p suratlar sal yirtilib qolgandi-da, yirtilib qolganini olib, o'sha buni ham ancha yillar, juda ko'p yillar bo'ldi. Men buni o'sha saqlab qolish uchun o'sha restavratsiya qildirib, boshqatdan shuncha olib qo'yganmiz. Yirtilib qolgan rasmlar ham, lekin hali ham turibdi, tegmayman. U ham o'sha albomda konvertga solib alohida qilib qo'yganmiz. Lekin baribir o'sha bolalik xotiralariga inson har doim qaytgisi keladi. Negadir gohida bir xafa bo'lib qolganingizda, hayotda bir nima bo'lganda, bir muammoli voqealar sodir bo'lganda, qaniydi o'sha yaqinlaringiz, ota, onangiz, yaqinlaringiz yoningizda bo'lsa-yu, o'sha taskin berguvchi insonlarni atrofingizdan izlab qolar ekansiz. Shuning uchun ham men juda ham ko'p xotirlayman. Hozir 2 ta singlim qoldik biza. Shu biz 4 ta qiz bo'lsak, katta opam o'tdilar, Aqidaxon opamlar o'tib ketdilar. Hozir men eng kattasi bo'lib qolganman qizlarning ichida. Qarindoshlarim u darajada shu ota tomondan, ona tomondan hammasi uzilish bo'lib ketgan. Hozir bog'liqlik biror joyi yo'q. Lekin bundan 1 yil oldin adam tomondagi qarindoshlarimiz nima qilib, oilamiz shajarasini tuzaman deb telefon qilib qoldilar.
Turon aka telefon qilib qoldilar, adam tomonidan qarindosh, adamlarni qarindoshlari bordim, shajara qilibdilar oilamizni, nima qilib judayam ko'p avloddan o'tib ketgan insonlarni ham nima xotirlab, o'sha ismlari, tug'ilgan yillari, qaysi avloddan kim tarqalgan, shularni qilgan ekanlar. Shu xotira bo'lib menda hozir bitta kitobchasini berganlar, menda turibdi uyda. Baribir inson hayot ekan o'zini qaysi avloddan ekanligini bilish kerak ekan. To'g'ri. Kim o'tgan avlodda qanday insonlar o'tgan. Lekin hozir bilmadim, qiziqishadimi yoshlar yo'qmi. Lekin men uchun juda ham qiziq. Albatta. Qarang, mana suratlarga qarasak, siz ham otangizga o'xshayapsiz. Tashqi ko'rinish, o'sha qosh, ko'z ham onangizga ham o'xshayapsiz. Lekin o'sha san'atkorlik, ularni qay birlaridan sizga o'tgan? Sohalari san'atkor bo'lmasa-da, o'sha bir o'ziga xos iste'dodlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Kimdan o'tgan deb o'ylaysiz? Men nazarimda o'sha odamlar ham, oyimlar ham ilmli, ziyoli insonlar bo'lishgan. Bizda uyimizda ko'p gapiraman shu suhbatlarda. Chinni shkaflar devori ichida bo'lardi. Unaqa chinnilarimiz ko'p bo'lmagan. Lekin o'sha chinni shkafimizda har bitta xonamizda, uyimizda kitoblar bilan to'la bo'lgan javonlar. Juda ham ko'p kitoblar bo'lgan. Hozir ham u kitoblar bor, uyda saqlanib turibdi. O'sha ona uyimizda saqlanib turadi. Bizga ko'proq e'tibor o'sha kitob o'qishga muhabbat uyg'otishgan. Chunki o'sha o'qilmagan kitob yo'q edi. Chunki o'qib bo'lgandan keyin maktab kutubxonasiga yugurardi. Kitob olib kelsak, talashib o'qirdik. Men ayniqsa Aqidaxon opam o'qituvchi bo'lganlar, adabiyot o'qituvchisi bo'lganlar. Eng birinchi kitob darrov ularni qo'llariga tushardi. Yo bo'lmasam Sharq yulduzi jurnali bo'lardi. Birinchi chop etilgan romanlar, hikoya, povestlar hammasi o'shanda chiqardi. Oyma-oy uyimizga pochtalyon olib kelib berardi pochtachi. Ana o'shani keyin o'sha yirtib tashalmagan, o'shanda bog'lab 12 tasini, lekin yana bog'lab qo'yib qo'yilardi. Bizda bo'lardi. Hammamizni gazetamiz bo'lardi. Sho'xuncha, Gulxan gazetalari, Lenin uchquni bo'lgan, keyin Sovet O'zbekistoni, Toshkent oqshomi gazetalar o'sha paytlarda bo'lgan. Ular har doim uyda gazeta, jurnal kelardi. Shuning uchun ham kitobga muhabbat ota-onamizdan o'tgan. Onam rahmatli juda ko'p g'azallarni yoddan bilardilar, lekin kuyga solib o'sha o'qirdilar. Bitta g'azal ohangi hech qachon ikkinchisiga o'xshamasdi, lekin yig'lab o'qirdilar-da. Yig'lab o'tirib o'qirdilar. Lekin sal kattaroq bo'lib qolganman. Lekin shu bir kun yig'layaptilar, o'qiyaptilar. Shunda kirdim, "Oyi, o'qimang shu kitobni" dedim. Lekin yig'lasangiz nimaga o'qiysiz dedim. Qani, o'sha paytda yosh edik. Ularda mana shu kitobdan taskin topishlari, g'azaldan taskin topishlarini men o'ylamagan ekanman. Qarang. Men yillar o'tib, men o'zimdagi xatoni tushundim-ku. O'sha yonlarida biz hammamiz o'qish, ish bilan bo'lib ketgan paytlarimizda, demak, ana shu yodlagan g'azallardan taskin olib, o'sha Allohga murojaat qilganlari ham shu bo'lsa kerak edi. Navoiy ismi, Nodira begim, Bobur g'azallari, Mashrab g'azallari juda ko'p g'azallarni yoddan bilardilar, lekin daftaram bor edi, ular erinmasdan shu yoqqan g'azallarni ko'chirardilar. Ko'chirib alohida daftar qilib qo'yardilar. Turardi. Mani shkafimdagi kitoblarga, daftarlarga temanglar deb aytardilar-da. Hech kim olib tegmasdik. Endi yo'qotib qo'yadi deb o'ylardilar. Endi yirtmasdik-ku kitobku. Negadir juda ham qadrlardilar. Ular o'sha kitoblar oyim uchun bir tasalli berguvchi bir do'stdek hisoblardilarmi deyman. Shuning uchun ham o'sha menga adabiyotga qiziqish, o'sha tarixga qiziqish shu bolalikdan bo'lganligi uchun ota-onamdan o'tgan. She'r, maktabdagi tadbirlar, hamma narsa she'rlar yodlab chiqardik. O'sha har bitta tadbir mensiz o'tmasdi. O'sha birinchi borgan kezlarim radioga ko'p borardik. O'sha pioner ertaligi bo'lardi u paytlar.
yozib olinardi. Bir kun maktabdan chiqib borib, o'sha radioda ham qatnashib yurardik. Ertasiga yana efir orqali eshitirilardi. Maktabda ham keyin radio uzilimiz bor edi. Ana shuni tashkil qilib, har kuni tanaffus paytida o'sha yangiliklar, o'sha jurnallardan, kitobdan, jurnallardan o'qigan narsalarimizni o'sha 20 minut davomida maktabda targ'ibot ishlari ham bo'lardi bizga paytda. Lekin eng go'zal xotiralar baribir o'sha yoshlik, bolalikda qolar ekan. Endi yosh o'tgandan keyin ana endi bu yoq o'qish, oila, farzandlar, ana endi bu yog'i nabiralarga tutilib o'tiribmiz-da. San'atga bo'lgan ishtiyoq Navnihol Shohidani teatr va rassomlik san'ati institutiga yetakladi. Unga qadar esa onasining istagi bilan boshqa kasbga o'qish uchun bo'lgan harakatlar, bir necha urinishlar bo'ldiki, bularning barisidan o'sha aktyorlik sohasi, teatr san'ati ustunlik qildi. Zotan keyinchalik uning ilk ijodiy faoliyatini boshlagan avvalgi Yosh gvardiya teatri Shohida Ismoilovaga aktyor sifatida o'rnini topish bilan birga shaxsiy hayotdagi baxti, ayollik saodatini ham hadya qildi. Institutga kirishimdan oldin onam yo'q deganlar. Meni qizim artist bo'lmaydi deganlar. Artist chiqmaydi mendan deganlar. Shunaqa qilib keyin o'sha paytlar meditsina sohasiga kirsin deb, hamshira bo'lgin, hamshira bo'lsa foydang tegadi, turmushga chiqsang oilangga hech bo'lmasa bitta ukol qilib xaridyon bo'lasan deb nima qilardilar. Lekin bilasizmi, men musiqaga, san'atga qiziqqan odam har doim ichida o'sha xohishi bo'lmasa, intilish ham sust bo'lar ekan-da. To'g'ri. Sust bo'lar ekan. Shuning uchun lekin onam aytganlarini qildim, bordim. Endi o'sha paytda kira olmadim, yaxshi ham kira olmagan ekanman deyman. Keyin pedinstitutga topshirdim, filologiyaga, balim yetmadi, bu yerda ham 2 yil onamni aytganlarini qildim, lekin amalga oshmadi. 2 yildan keyin bir kun o'sha Aqida opamlar unaqa teatr san'at instituti bor ekan, kirasanmi dedilar, lekin oyim kirmaydi dedilar, lekin harakat qilsin, kira olmasa, lekin o'zingiz bilasiz, aytgan narsa bo'ladi. Shunaqa qilib, opam hali gazetada e'lon berilgandi, olib bordilar. Men endi teatr san'ati institutini avval konservatoriya deb bilar ekanman. Ashula aytishni ham yaxshi ko'radim, lekin unaqa ovozim yo'q edi. O'zim ham bilardim. Shunaqa qilib, haligi institutga bordik, aktyor, drama, teatr va kino fakultetiga topshirdim. Endi kim bilsin, maktabda o'sha faol bo'lganim uchun, judayam ko'p she'rlar, monologlar o'qiganlarim uchunmi bilmadim, o'sha asqotdimi, kitob o'qiganim asqotdimi, men kiraman deb bordim, lekin judayam konkurs baland edi u paytlar. 700 ta ariza topshirilgan bo'lsa, 700 tadan 24 ta qabul qilinar ekan. Qarang. 2 ta guruh. Boshqa qabul qilinmaydi. Ijodiy imtihon ham sizga yaqin tanish 2 ta turda bo'lardi, ijodiy imtihon, keyin yana ona tili adabiyotdan insho yozishimiz kerak edi. Shunaqa qilib ijodiy imtihondan o'tdim, 2 tasidan ham o'tdim. Keyin ona tili adabiyot inshodan ham o'tdim. Men o'yladim, kirdim, o'tdim deb hozir aytyapman, lekin hali e'lon chiqmagan, borib ko'rish kerak. Bilasizmi, shunda e'lonlar doskasiga qarab turibman-ku. Avvalambor shuncha ko'p anaqalar familiyalar yozilgandek, to'g'risi men eng pastidan qaradim deydi. Eng pastdan qarab, men o'tmanman deydi, tepaga qarash yo'q. Chunki men o'zimni yuqorida ko'rish tasavvur ham qilmaganman o'sha kezlar. Lekin opam teparoqga ham qaradi. Tepasiga chiqsam, birinchi o'rinda turibman, birinchi raqamda turibman. Lekin kim bilsin, men uchun juda ham o'sha holatni men tasavvur qilib bera olmay, xursand bo'lib, keyin onam o'sha imtihon topshirgan kezlarim больницада yotgandilar, bordik, opam bilan bordik. Ona, men kirdim, shunaqa ham bir ko'zlarida, yuzlarida g'amni ko'rdimki, lekin olishdimi-ya dedilar-de. Afsus, nadomat bilan xohlamagan ekanlar. Xohlamaganlar, lekin bilasizmi, endi taqdirga tan berdilarmi deyman. O'qish jarayonida faqat a'loga o'qidim.
faqat a'loga o'qidim. O'sha diplom spektaklimizni kelib ko'rganlaridan keyin yig'lab ko'rdilar. Meshchalar qo'ygandik. Gorkiyni asarida. O'sha asosiy qahramonlardan birini o'ynaganimni kelib ko'rib, yig'lab ko'rdilar. Ana o'shandan keyin duo qildilar. Shu yo'ldan ketdingmi? Shu yo'lga sadoqatli bo'lgin. Shu yo'ldan baxtingni topgin dedilar. Lekin kimga uzataman ham deb o'ylaganlar o'sha kezlar. Artist degan desa endi hammasi bir yomon yo'lga kirib ketgan, bir oilasi ham bo'lmaydigan deb o'ylaydi. Xalqimizda bir shunaqa tushuncha bo'lgan dedi. Lekin hayot dizi tarzini qanday kechishini ko'proq odam o'ziga ham bog'liq ekan. Shunaqa qilib Hamza teatriga yo'llanma berishdi menga. Hamza teatriga yo'llanma berishdi. Qo'l qo'yib chiqdim rektorimiz xonalaridan. Endi o'sha qizil diplomni oldim. O'sha u paytlar Lenin stipendiyasi bo'lar ekan, o'shani olganman. O'sha paytda bo'lardi. Bizda hozir endi eng buyuk o'zimizni anaqa stipendiyalarni oladiganlarga havosim keladi. Agar o'sha paytda shunaqa stipendiyalar bo'lmaganda, hozirgi kunda stipendiyasini olgan bo'lardim men agar o'qiganimda, hozirgi davrda yashaganimda. O'qiganimda. Qarang, keyin qo'l qo'yib chiqdim. Shunda chiqib, o'sha rektoratni yonida turibman. O'rtoqlarim saydalar turishdi. Nima qilib, yoshlar teatriga borishadigan bo'lgan. Lekin men o'zimni negadir yolg'iz his qildim deb Baxtiyor aka rahmatli O'zbekiston xalq artisti yoshlar teatrida bosh rejissyor edilar. Shunday qildilar, qaradilar chiqqanimdan keyin qizim qayerga boryapsan sen dedilar. Hamza teatriga desam, g'urur bilan aytsam, shunday qarab turdilar. Sen yoshlar teatrida ishingni boshlagin, Hamza teatrida qochib ketmaydi. Sen ozgina bo'lsa ham o'zingga poydevor qo'yasan. Hozir u yerda juda buyuk anaqa aktyorlar ishlaydi. Sen ularga yetishing uchun ozgina poydevor kerak dedilar. Keyin o'ylab qoldim, qarasam o'rtoqlarim hammasi u yoqqa ketyapti. Albatta men ham o'shalar bilan birga bo'lsam, men o'zimni erkin his qilaman deb o'yladim. Shunday qilib rektorimiz xonasiga kirdim. Xonalarga kirganimdan keyin lekin To'laganova edi, familiyam qizlik. Ha, To'laganova dedilar. Ne kirding yana dedilar. Men arizamni yoshlar teatriga o'tkazing desam, lekin hayron bo'lib qoldilar. Bitta anaqa sanga taklif qilingan qog'oz kelgan, bitta sanga, lekin hammaga ham bu baxt nasib qilmaydi dedilar. Lekin men o'zimni yoshlar teatrida sinab ko'ray, men tayyor emasman deb o'ylayman. U teatrda ishlash uchun albatta poydevor bo'lish kerak deb. Chunki buyuklarga yetish o'zi bo'lmaydi. Shunaqa qilib haligi yoshlar teatriga bordim. Hayotni qarang. Hayot charxparaga aylanib, kim o'ylabdi? O'sha yerda men haqiqiy hayotimni bir-birimizni hayotimizni bog'laydigan insonga duch kelishim hech kim o'ylamadi. To'g'ri. Hech kim o'ylamagan. Taqdir o'zi to'g'rilab qo'ygan. Taqdir bu peshonaga yozilgani bo'ladi deyshadi-yu. Shunaqa qilib yoshlar teatriga bordim. Hayotimni mazmuni bugungi kunda bir-birimizga suyanib yashaydigan qadrdonimni shu teatrda topdim. Chunki ular bizdan oldin bitirib kelgandilar Mahmud aka. Qarang, o'sha ko'p suhbatlarda eshitganman. Masalan, o'sha o'z vaqtida o'ziga yarasha o'sha qiyinchiliklar, o'sha moddiy bir muammolar, o'sha hayot davomida bo'lgan, o'sha soddagina bir juft o'sha aktyorlar oilasi o'z taqdir yo'liklarini qurib, mana shu bugun shu darajaga yetib keldinglar. O'sha davrdagi o'sha sabrlarni natijasi. Albatta. Endi bilasizmi, oila qurgandan keyin men ertaklardagi shahzodani kutmaganman hayotim davomida. Ko'pincha kitoblar o'qiganimizda saroylar, hashamatli, chiroyli shahzoda oq ot minib keladi. Hech qachon kutmaganman. Men o'zimga hayotimda shunday bir turmush o'rtoq bo'lishini xohlardimki, shu meni kasbimni sevadigan, tushunadigan inson bo'lsin dedim. Men hamma narsaga tayyordim. San'at uchun, teatrda ishlashim uchun, o'sha oilamni ham baravar o'sha yurgizish, hamma narsaga ulgurishim, o'sha uyqudan voz kechib, o'sha kir yuvadimi ayol kishi, bolasiga o'sha tarbiya beradimi, nima qiladi, hammasiga men tayyor edim. Chunki meni kasbimni sevadigan insonni hayotimda uchratdim. Qiyinchiliklar juda ham ko'p bo'ldi. Mana hozirgi masalan biz o'zimizni farzandlarimizni dunyoqarashi, yashash tarzi
butkul boshqacha o'xshatib ham solishtirib ham bo'lmaydi. Chunki biza o'sha avval bir xonali, ikki xonali uyda bir xonasida bir rus chol yashardi, bittasida biza yashardik. O'sha chol o'lgandan keyin u xonani bizaga berishdi, ikkinchi xonasini ham. Qarang, o'sha masalan shukronalik nima u? Shukronalik men onamdan o'rganganman, otamdan o'rganganman. O'sha hech qachon qozoniga soladigan go'shi bo'lmasa, nolimasdan ovqat qilgan, oilada katta bo'lganman. Chunki buni o'zi katta baxt. Hech qachon nolimaganlar. Yo'q kiyintirishdan, u bu narsa oilada kamchilik juda ko'p bo'lgan. Ota-onam paytida qiyin paytlarda katta bo'lganimiz uchun, lekin o'sha topgan pullarini bolalar och qolmasin, muhtoj bo'lmasin deb o'sha kam kiysak ham yedirganlar. Mana o'sha sog'lom katta bo'lishimizga juda ham katta hissa qo'shganlar. Lekin o'sha turmush o'rtog'im bilan oyligimiz juda ham kam edi. Yo'lkiraga gohida yetmay qolardi. Bolalarga u paytda bolalarimizga 35 rubldan pul berilardi. Rubl edi u paytda, mustaqil bo'lmagan paytlarimizda. Lekin bilasizmi, o'sha daftarimiz bo'lardi oilada, ro'zg'or daftari edi. Ro'zg'or daftarga olinadigan xarajatlarimiz, o'sha nondan tortib, o'sha osh-ovqat, yo'lkira, bolalarni o'sha sutga ishlatadigan anaqa pullarga alohida ajratib qo'yardik. Lekin baribir shunda hamchi u paytdan ishdan chiqqanimizdan keyin teatrdan chiqqandan kech bo'lib qolardi. 7:30da spektakl boshlanardi. Chopqillab trolleybusga ulgurardik. Keyin metro yo'li ochilgan. Trolleybusga yetsak, 7ga buzilib qolardi yarim anaqalarda. Yo'llarda qolib ketgan kunlarimiz ham bo'lgandi. Unaqa yengil mashina qayoqda? Shunday yengil mashina atrofida o'tib ketsa, qanday baxtli odamlarning mashinasi bor ekan-a deb havasim kelardi, bilasizmi? Lekin keyin metro bo'lgandan keyin metroga tushib boradigan bo'ldik. Lekin uygacha ham bir 2-3 ostanovka. Avtobusdan pul qizg'anib, yo'lkirani qizg'anib, piyoda chopqillab ketgan kunlarimiz bo'lgan. Lekin baribir bu ham baxt. O'sha oilamizni o'sha tinch, totuv yashashi uchun, farzandlarni ulg'ayishi uchun biz ham sabrdan ko'ylak kiydim. To'g'ri, tillolarga ko'mib tashamadilar turmush o'rtog'im. Xuddi onam kabi. Onamni bittagina quloqlarida kichkinagina ziray olib kelmoqchi edim, endi xijolat bo'ldim. Shu yoqut ko'zli, qizil ko'zli kichik qanaqa bezagi ham yo'qdi, ziraylari bor edi. Vafot etishlaridan oldin shunda chaqirdilar-da, quloqlaridan eshitdilar-da, mana buni san olgin, san taqasan bilaman. Endi opalaring katta bo'lib, hech kim buni mensimaydi-da, oddiy deb o'ylaydi deb nima qilganlar. Hozir o'sha zirayni men ko'pincha syomkalarga taqaman. O'sha ko'pincha sal eski paytlar bo'lib qoladigan bo'lsa, ana o'sha zirayni taqaman. Men uchun bu eng katta boylik bo'lsa kerak deyman. O'sha men ham shu tilla taqinchoqlarga hech qachon qiziqmaganman, to'g'risini aytsam. Lekin turmush o'rtog'imdan ham olib berasiz deb talab qilmaganman. O'sha boriga shukr qilib, o'sha qaynonam rahmatli juda yaxshi ayol bo'lganlar, tikuvchi bo'lganlar, chiroyli matolardan ko'ylaklar tikib berganlar. Ana o'shalarni kiyganmiz. Hozirgi yoshlar hozir faqat buchiqdan kiyinadi. Eng chiroyli liboslar, qimmat liboslarni kiyishadi. Lekin o'sha davr, muhit shunaqa edi bizga paytda. Lekin kim bilsin, balki hozirgilar o'sha paytda bo'lganda ular ham xuddi shunga ko'nikkan bo'larmidi deb o'ylayman. Sabrni tagi sariq oltin deyishadi, lekin baribir nimagaki erishgan bo'lsak, bu faqat mehnat orqali erishdim. Bir umr hovlida turishni orzu qilardim. Mana hayotimiz davomida biz endigina kichkinagina bir kichkinagina hovli oldik. Endi domda zinadan chiqishga ancha qiynalib qoldik. Yillar kerak ekan. Bu ham peshona teriz orqali, halol mehnatingiz orqali bo'lar ekan. Faqat yillar kerak ekan. Ko'pincha Yandexga chiqadigan bo'lsam, mashinangiz yo'qmi deyman. Endi turmush o'rtog'im dublyajga ketadilar, u yoqqa bu yoqqa ketishadi. Ketsa men har doim olib yurisha olmaydik. O'tirsam lekin nima qilib men orqimayman. Unaqa yuraveraman. Bu ham mashina-ku deb shunaqa deb hazillashib qo'yaman. Endi san'atlar orzu bo'lgandi. San'atkorlar zo'r joylarda turadi, zo'r anaqalar turadi. Domda yashaganimda ham juda ko'p shofyorlar shunaqa savol berishardi. Hayratlanib savol berishadi. Demak,
aktyor artist bo'lgandan keyin u boy bo'lib yashash kerak deb tushunishar ekanmi, bilmadim. Lekin mana teatrimizni aktyorlaridagi ayollari, erkaklar hammasi hamchi peshona teri bilan oila bola chaqasini boqadi. Kechasili syomkalari bor, kunduz kuni dublyaj u yoq bu yoqqa, lekin aynan teatr sohasidagi aktyorlarni fidoyi aktyorlar ishlaydi. To'g'ri. Shu xalqimiz orasida bir gap yuradi. Yaxshi turmush o'rtoq, u xoh yigit kishiga nisbatan, xoh qiz Ayol bolaga kishiga nisbatan bo'lsin, o'sha uchrashi bu lotereyaga yutuq chiqqanidek gap. Demak, sizni lotereyangizga juda yaxshi yutuq chiqqan va siz mana Mahmud Ismoilov bilan juda chiroyli turmush kechirib kelyapsiz. Shu fikrga munosabatingiz qanaqa? Endi bu taqdir, to'g'rimi? Taqdir, avvalambor taqdir. Mahmud Ismoilov bilan endi baribir ularni ham zamonaviy o'sha oilalari san'at yo'lida ketgan oila, juda ham ziyoli oila, musiqa orqali shug'ullangan. Rahmatli qaynotamni ham ko'rmaganman, vafot etganlaridan keyin 1 yildan keyin men kelin bo'lib tushgan ekanman. Opera qo'shiqchisi bo'lgan ekanlar. Opera qo'shiqchisi bo'lgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Husan Ismoilov bo'lganlar, juda ham chiroyli bas ovozga ega bo'lganlar. U paytlar bas ovozlar bo'lmagan ekan. O'sha Moskvaga borib o'qib kelishgan, o'sha Halima Nosirova, Karim Zokirovlar paytda faoliyat yurgizgan odam bo'lganlar. U paytda o'sha nafaqat o'sha san'atda ko'proq o'sha Qur'on tushirgan odam bo'lgan, diniy ilmi ham bo'lgan inson bo'lganlar, qaynatam rahmatli. Lekin farzandlarga shunday tarbiya berishganki, farzandlari havas qilsa bo'ladigan farzandlar o'sha hozir Mahmud akam akalari yosh vafot etib ketdilar. 32 yoshda vafot etib qoldilar akalari. Nima qilib, hozir bitta o'g'li qolgan, hozir o'sha ular 7 ta boladan o'sha vafot etib, hozir 2 ta qaynisinglim borlar. Xudoga shukr, yaxshi, juda ham yaxshi oilada nima qilgan. Bu ham mening baxtim, lotereya ham shu bo'lsa kerak deyman, yutib olgan. To'g'ri. Qarang, mana ayollar bor, o'sha umr yo'ldoshidan bir doina ham gul olmaganman hayotim davomida deb nolib o'tishadi, lekin ayollar bor, erkak o'sha har bayramda, oddiy kunlarda ham o'sha sovg'a salom, gullar olib yashashadi. Va men shunaqa bir ayollarni tushunmaymanki, gulni o'rniga pulini bersa yaxshi edi degan ayollarni ham eshitib qolamiz, ko'ramiz. Siz qanaqasiz? Gul yaxshi, baribir gulni o'rni boshqachami? Mahmud akam qanchalik tez gul berib turadilar sizga? Mahmud, endi gul baribir yaxshi-da. Pul bilmadim. Gulda e'tibor, bu boshqacha e'tibor. Mayli, bugun bor, pul yo'q. Gul ham xuddi shunday-ku, lekin bu go'zallik, bu insonga kayfiyat baxshlaydi. Mahmud akamdan eshittirishdi, gul sovg'a qildilar. Mana nima qilib, hazil qilib, baribir yaxshi. Baribir yaxshi. Men puldan ham a'lo deb o'ylayman gul sovg'asini. Birinchi sizga bergan guldastalarini eslaysizmi? Va u qaysi sabab bilan berilgan? Endi to'yda berishgan, endi u paytida o'sha uzun. Yo'q, to'ydan tashqari. To'ydan tashqari endi nima bayramlarda berib turadilar, gul olib keladilar, beradilar. Lekin aynan menda ham, bizda ham 3 ta qiz bo'lgani uchun qizlarga ham albatta hadyalari gul bo'ladi, chiroyli, yoniga sovg'asi ham bo'ladi. Hech qachon unutmanglar, eslab yurasizlar deb biror bir narsa sovg'a qiladilar. Milliy teatr san'atimizda ham sahnada, ham oilada birga, o'zaro tushunib, bir-birini qo'llab, ijodda erishgan yutuqlardan quvonib, umrguzaronlik qilayotgan juft aktyorlar orasida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Shohida va Mahmud Ismoilovlar oilasining o'rni alohida. Ularning san'atga, teatrga bo'lgan yuksak mehrdan kuch olib, hayotiy burchlari oldida har ikkisi ham o'zlarini mas'ul bilganlari ijodda va hayotda ko'plarga havas, ibrat. Yosh gvardiya teatrida boshlangan hamjihatlik keyinchalik Hamza teatridagi ijodda ham munosib davom etdi. Shu o'rinda suhbatdoshimizdan bir jamoadan ikkinchi jamoaga o'tish, ularni qanday qabul qilishgani, nufuzli teatr sahnasidagi ijod borasida so'radik. Bilasizmi, yaxshi ham borgan ekan, poydevor degan narsa albatta kerak ekan aktyor uchun. O'sha kichkina epizodik rollardan boshlanadimi? O'sha sahnaniga hurmat, sahnaga e'tibor, o'sha sahnani
qadrligini his qilish uchun albatta o'sha sekin sekin pog'onama pog'ona yurish kerak ekandek. Teatrga bordik o'sha 87-yil o'sha u yoqdan 24 ta odam bu yoqqa taklif qilingan bo'lsa, keyin bizani bir 7 kishi Hamza teatriga taklif qilindik. Rahmatli San'at Devonov, Latif Fayziyevlar u paytda rejissyor, direktor bo'lishgan, lekin borganimizda bizani juda ham yaxshi kutib olishdi. Chunki Rixsixonim Ibrohimova, O'zbekiston xalq artisti, Yayra xonim Abdullayeva, Erikli Malikboyeva, Ikromaxon Boltayeva, bu yoqda G'ani A'zamovlar shunday buyuk iste'dodlar borki, biri-biridan nima qarasangiz havas qilasiz. Ommaviy sahnalarda yurdik. To'g'risini aytsak, ommaviy sahnaga chiqish ham bu teatrda ular bilan birga javobgarlikni his qiladi. Shu e'tiborni bosayotgan har bitta qadamingizni o'ylab bosishni. Chunki bu sahnaga xiyonat qilib bo'lmaydi. Bu yerda buyuk iste'dod egalari ishlaydi. Shuning uchun ham ular bizani itarmadi hech qachon qo'li bilan. Yetaklab olib yurishdi. Rixsapam ham, Yayrapam ham, Ikromaxon Boltayeva, Erkli Malikboyeva, bu aktyorlarimiz juda ham birlarini ona, birlarini doda deb aytdik. G'ani doda derdik. Ayniqsa o'sha G'ani akamlar juda ham hazilkash bo'lganlar. Keyin menda ham hammasi qiz. Shohida senga qiyin bo'ladi, senda ham 3 ta qizing bor. Mebel kerak bo'ladi. Hokimiyatga ketyapman. Mebelga o'chirib yozilgan, navbat yozilgandirdilar. Che ajoyib edilar, bilasizmi? Bir kun gastrol safarda yuribmiz. Meni tishim og'rib qoldi, tishim og'rib qoldi. Endi 40 kunlab yurardik. Rixsapam inson meni yetaklab qo'lman tish doktoriga olib bordilar. Onasi deydi, bilasizmi? Borib tishimni oldirib keldik deb yillar o'tdi, ancha yillar farzandlarimiz bor, уже katta bo'lib qolgan. Yana gastrol safarda yuribmiz. Rixsapam tishlari og'rib qoldi. Rixsapamni yetaklab men olib bordim. Qarang, shunaqa ham bir ajoyib insonlar qo'limizdan yetaklab radioga olib bordilar. Dugonalar radio jurnalini birgalikda olib borardik. Rixsapamlardagi so'z boyliklari qanchalar bor, matndan tashqari qancha gaplarni chiroyli o'sha aynan eshittirishga monand so'zlarni topib gapirishlari meni hayratga solardi. Juda ham men o'zimga Rixsapamdek insonni shogirdi bilan deb men o'zim bilan faxrlanaman. Yana bitta eng yaqin ustozim yosh kvartetda birga ishlaganmiz. O'zbekiston xalq artisti Shirin Azizova. Bu insondan men juda ham ko'p narsani o'rganganman. Chunki yoshlar teatrida ular meni yetaklab olib yurganlar. O'sha To'g'on Rejimetovlar to'yimizga bosh bo'lib, o'sha eng qiyin paytlarda to'y o'tkazishga yordam berishgan. O'sha go'sht yo'q edi, u yo'q edi, bu yo'q. Shu uyimizni, domimizni hovlisini shunday bo'z bilan o'rab, o'sha mahalladan stol olib kelib to'y bo'lgan. Hozirgi hashamatli to'ylar tushimizga ham kirmagan. Uni qilib bering, buni qilib bering deb talab ham qilmaganmiz. Lekin baxt shu oddiylikdadir balki. O'sha to'ylarning fayzi boshqacha bo'lgan. Boshqacha bo'lgan. Shu mikrofonda jonli mikrofon bor, faqat jonli tor chelib, doira chalib qo'shiq aytishgan. Hozirgi qo'sha instrumentlar bo'ladi. Hozir tasavvurimga ham sig'maydi shunaqa to'ylar. Bo'lgan biz shunaqaga ham ko'ngan ekanmiz deb o'ylayman-da. Ko'p odam emas, u ham o'sha bo'lsa bordir. 100 taga ham boradimi, bormaydimi? Shunga ko'nganmiz biz. Shu tomonni o'ylasam, Shirin opamdan juda ham ko'p narsa o'rganganman. Shirin opamni uy tutishlari, uylariga ko'p borardik. O'sha ozodagarchiliklari, farzandlariga e'tiborlari, mana Fatima Rejimetovani juda ham hurmat qilaman. Zuhriddinni, Husan, hammalarini haligacha biz gaplashib turamiz. Chunki men uchun o'sha tetapoya qilib yurganimda sahnada shu inson qo'lini cho'zgan menga. Samimiy yordamlarini ayamagan. Teatr siz uchun hamma narsa, Shohida opa, bilamiz. Ham san'at, ham hayotingiz shaxsiy, ham mana kelajagingiz. Shu yo'lda boraman degan yoshlarni siz mana endi siz qo'llaridan tutyapsiz-da, mana ustozlaringizdan bir meros an'ana, yana ham o'sha bir kengroq miqyosda
mana o'quvchilaringiz bor. Mana endi o'sha Qaldirg'och o'quvchilaringiz talaba bo'lishdi san'at institutida. O'zi sizda o'sha bolalikdan bo'lgan shekilliga, o'sha bir pedagoglikka, o'sha yetakchilikka bir layoqat. Albatta yetakchi, man maktabda 2 yil ishladim yetakchi bo'lib. Yetakchi bo'lib ishlaganim foyda bo'lgan. Endi rahmatli Aqidaxon opam ham xuddi shunaqa edilar. Oyimda ham, onamda ham xuddi shunaqa yetakchilik bor edi. Singillarim ham o'qituvchi. Oilada o'qituvchi, bittasi eng kichkinamiz nemis tilidan dars bergan bo'lsa, mendan keyingi singlim bog'chada musiqadan dars bergan bolalarga. Ikkita 3ta bog'chaga borardi. Juda ham o'sha har bitta tadbirlar bo'lsa, juda ko'tarinkilikda tashkilotchilik oilamizda bor edi. Shu tomondan hammamizga o'tgan. Hammamizga o'tgan, opa singillarga o'tgan. Bilmadim. Hozir o'sha o'quvchilarimga o'ylasam, men baxtliman deyman-da. Albatta. Hozir shogirdlarimiz teatrga institutni bitirib, meni shogirdlarim kelib aktyor bo'lib ishlayapti. Aktyor bu baxt. Tasannodan chiqib, endi teatrda. Kichkina bo'lib yonimga kelgan bolalar hozir shuni bo'ylari baland, shuni qarasangiz tepaga qarab qaraysiz o'quvchilaringizga deb san'atga o'sha ko'ngliga yo'l topib o'sha bolani kasb tanlashiga ham ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shgan bo'lsam baxtliman deb o'ylayman. Mana bitta o'quvchi Muhammad Yusufim hozir Moskvada GIKda o'qiydi. Bitirib xudo xolasa bu yil keladi. Akmalim hozir bizga keldi ishga, budjetga institutga kirdi. O'shanda institutga borganda bo'lajak abituriyentlardan so'radi, nechta kitob o'qigansan, qaysi asarlarni so'rashadi imtihonda. 200 ta deb aytganga ishonishmadi deb aytdi-da, keyin Akmal gapirib berdi. Ishonishmadi. Qani hech bo'lmasa 25 tasini sanab ber. Sanagandan keyin har bitta men bu asardagi personaj, qahramoni kim? Ozgina bo'lsa ham so'rab ketishganda hayratga tushgan. Demak, o'sha studiyaga kelish jarayonida bolalarga kitobga muhabbat, bu hayotini, bu tarzini, hayotning kelajagini ta'minlaydi. Hozir kitoblar, audio kitoblar chiqyapti, eshitsa bo'ladigan kitoblar chiqyapti. Mahmud aka hozir juda ham ko'p audio kitob o'qib beryaptilar. O'sha eshituvchilar uchun, ayniqsa ko'zi ojizlar uchun juda ham ko'p so'rashardi ilgari. Shu uchrashuvlarga borganda bizga ham kitob, o'sha romanlar hammasi bizani nimamizda yozilmagan deb aytishardi. Shuning uchun audio kitob juda ham kerakli kitob ekan deb o'yladim. Chunki har xil insonlar bor. Kitob bu insonni hayotini mazmuni bo'lishi kerak. Hayotda to'g'ri yo'l tanlash uchun hayotda baxt ketidan quvmaslik kerak. Baxt qachonki sizni savollaringizga javob berguvchi, sizga xiyonat qilmaydigan inson emas, bu kitob, bu sizni umrlik hamrohingiz bo'lishini istardim deyman yoshlarga har doim. Ustozlik qiladi. Ustozlik qilib. Qarang, o'sha bolalikdan kitobga mehr qo'yganingiz mana vaqti kelib bugungi kunda qancha o'sha yosh avlodga, ya'ni siz ta'lim tarbiya berayotgan avlodga ham o'sha yo'l yo'riq ko'rsatyapti. Va shu ma'noda o'sha siz oilada 4 ta qiz bo'lgansiz va o'sha bolalikdan kitob talashib o'qigan ekansizlar va o'sha hammalaringdan birinchi o'sha Aqida opam deb ko'p eslayapsiz. O'sha opangiz birinchi bo'lib o'qirkanlar, keyin sekin siz singillar kitobni o'qirkansiz. O'sha opa singillar munosabati qanaqa bo'lgan bir-birlariga? O'sha opamlar olib kelgan kitobni, oxirgi o'qigan kitoblari Shaytanatni 3-qismini olib keldilar-da, kechasi bilan o'zi ertalabdan kechgacha maktabda ishlaydilar. Anaqa kechasi o'qib, ko'zlar yuzlarida kitob bilan uxlab qolganlar. Keyin umrlari qisqa ekan, shundan keyin vafot etdilar. Oxirgi o'qigan kitoblari menimcha Shaytanatni 3-bo'limi edi kitoblari. Lekin singillarim, mana shoira singlim endi bog'chada bolalar bilan ishlash ham yaxshi ko'radi. Musiqani men o'zi musiqani chalishni ham yaxshi ko'rardim-da. Meni bermaganlar-da deb oyimda xafa bo'lardim-da. Maktabga ishga o'sha yoshlarga yetakchilik lavozimida ishlaganimda o'zimni oyligimga singlimga pianino sotib olib berganman, kreditga olib bergandi. Keyin qimmat narsani. Oyimlar kreditga olib berganman, kreditini men to'laganman, o'qishini u o'qigan. Lekin men xohlaganman. Hali ham shu pianino bor. Meni qizimnikida. U nechta anaqalarimizga, singlimnikiga, singlimning qiziga u yoqqa bu yoqqa borib, shu qizlar shug'ullanishgan-da. Hozir meni Sayyora qizim uyda turadi. Lekin qiziqmadi. Kim bilsa, balki kichkina qizalog'i qiziqib qolar deyman. Baribirchi, shu opa singillar ham kechqurun
judayam chiroyli bir anaqalar bo'lardi. Hovlida kravat bo'lardi, kattakon. Kechqurun pashshaxona bo'lardi. Anaqa chivin chaqmasin anaqalar. 4 ta qiz qator yotardik-ki. Qator yotardik hovlida. Keyin yulduzlarga qarab yotardik-da. Yulduzlarga qarab yotib, hamma o'zini yulduz, xuddi bolalarga o'xshab ketardi. Bari yosh bola. Beg'ubor. U beg'ubor bo'ladi. U meni yulduzim, mamnaqa bo'ladi. Mamda hamma o'zini orzusini o'sha yulduzlarga qarab aytib yotardik. Yomg'ir yog'sa, hamma o'rin ko'rpasini yig'ishtirib, shu derazadan ichkariga qochardik deb o'rinlarni otib. Lekin oshxonada agar ishlar to'rga bo'linardi-da, oilada to'rga bo'linardi. Kimdir hovli supursa, kimdir uy, idish tovoq, mana shunaqa ovqat qilish, mana shunaqa bo'ldi. Men anaqa idish tovoq yursam, oshxonada ishlasam, qorong'ilikdan qo'rqardim. Oshxonamiz hovlining narigi burchagida edi. Borardim-da. Oshxonaga borib, baland ovozda yo ashula aytardim, yo she'r, yo monolog. Qo'rquvni yengish uchun. Qo'rquvni yengish uchun. Lekin qo'shnilarimiz bugun Shohida idish tovoq yeyapti deyishadi. Judayam ajoyib edi qizlar. Barib oilada qizdir, o'g'ildir, har bittasi o'rni bor, bilasizmi? Demak, bir-biriga mehrli bo'lgan. Mehrli bo'lganlar. O'sha uchastka qurganimizda yangi o'sha yer qimirlagan yili Hadrada turardik. Shunda hozir City tushgan joyda edi. Bizning hovlimiz Egarchi mahallasida. Yer qimirlagan yili yer uchastkasi berilgan. Keyin odamlar u yoqqa uchastka qurgan. Endi hozir u uchastkalar eskib ketgan deb bilishadi. Hozir nima qilamiz? Ta'mirlamadik ham hali. Uni endi ta'mirlanib Kim unaqa yashaydi qildik. u U yerda endi jiyanlar opam rahmatlini bolalari yashaydi. Lekin bilasizmi, o'sha uchastkaga ozgina bo'lsa ham, opam shu kichkina bo'ychasi bilan o'sha g'ish uzatib turganlar adam o'zlari qo'llari bilan qilgan. Hozir brigada yollab uchastka qurishlar bo'lmagan. O'sha har bitta uydiga nimani o'z qo'lligi bilan qilishganda. Shuning uchun ham qadri boshqacha bo'ladi ota uyi. Ota-ona mehri, 4 opa-singil ahilligida ulg'aygan qahramonimiz o'z yaqinlariga hamisha alohida e'tibor, g'amxo'rlik bilan munosabatda. Balki shuning uchundir oilada to'ng'ich qiz. Opasi bevaqt vafot etganidan so'ng uning farzandlariga ham mas'ul ekanini shu kungacha his etib, o'z qizlari qatorida ularga ham onalik qilib kelayotgani har qancha e'tirofga loyiq. Endi umrlari qisqa ekan, hayotlari davomida juda ko'p qiyinchiliklarga ham duchor bo'ldi, oila tomonida ham, har tomonlama. Lekin o'sha kichik o'g'illarni dunyoga keltirishda shu o'zini oyog'i bilan yurib borgan opam o'sha tug'ruqxonaga shu juma borgan bo'lsalar, juma kuni keyingi jumada vafot etdilar. Keyin u paytlarda endi hozir meditsinamiz ham bu darajada rivojlanmagandi. Agar hozirgi paytdagi rivojlanganda hayot bo'larmidilar deb qolaman-da, o'ylab qolaman. O'sha paytda tug'ruqxonaga ketishlaridan bir hafta oldin edi, yakshanba kunlari uyga borib, yaxshi tansiq ovqat qilib, hammamiz oila davrasida o'tirardik. Hammamiz oshxonada ovqat qilamiz, opam bilan. Undan keyin Shohida, men ikkita yo'llar orasida turibman. Agar menga biror narsa bo'lsa, tug'iladigan farzandimni tashab qo'ymanglar dedilar. Tashab qo'ymanglar dedilar. Bolalaringiz o'zingizga buyursin. Xola, mana Azizni ol, seni familiyangga ham o'tkazib beraman. O'g'lim yo'q deb xafa bo'lmaysan dedilar. Azizni juda ham yaxshi ko'raman, Mir Azizimni yaxshi ko'raman. O'qib bir yaxshi inson bo'lishini oldindan bilganlar-da, sezganlarmi deyman. Endi hammasi o'zini yo'lini topdi-yu bolalar, lekin Azizimizga o'qitgandirdilar-da. Kim bilsin, sezganmilar? Bilmadim. Oldindan bir narsa deyish qiyin. Bir hafta oldin gaplashgan bo'lsak, bir haftadan keyin o'sha qo'ng'iroq bo'ldi, raddomga borgan ekanlar, singlim qo'ng'iroq qilyaptilar. Qon kerak. Qon kerak, sistema olib keling. Qiyin kechgan, tug'ruq nima qilib. Shu bilan juma borgan bo'lsalar, keyingi jumada tashmiyda, lekin tashmiydan keyin 7-raddom edi u paytda, 9-raddomdan tashmiyga ko'chib 3 marta operatsiya bo'ldilar, yana undan keyin ham lekin og'ir ahvolda, lekin vafot etib ketdilar. Bolalar katta bo'ldi, baribir hayot davom etar ekan. Hayot davom etar ekan, lekin meni bo'ynimdagi vazifa hech bo'lmasa mana shu bolalarni hayot yo'liga ozgina bo'lsa ham yo'lroq ko'rsatib solish edi. Baraka topsin singillarim, turmush o'rtoqlari,
kuyovlarimiz judayam yaxshi. Har tomonlama yordam berishdi. Shu deyman, mana shu yetim qolgan bolalarni nafaqat bizni oila, butun maktabdagi nimalar yordam berishdi. Qo'lini cho'zgan odamlar juda ko'pchilik bo'ldi. Kimdir nimadir tashlab ketadi, ismini ham aytmaydi. Yo pul tomondami, yo nima tomondan bo'lsa ham juda ham ko'p yordam bo'ldi. Ular o'sha hayotlilarda o'zlarini kasblari orqali shogirdlar orttirib, juda ham katta savob ishlar qilgan bo'lganlar-da. Shuning uchun ham bolalar ham hurmatga sazovor bo'lganlar. Xudoga shukr, o'sha aziz o'qitdik. Hozir katta bola bo'lishdi. Juda katta bola bo'lib, juda ham yaxshi lavozimlarda ishlayapti. Men aytaman, men o'g'limsan deyman. Men agar nima bo'lganda o'sha o'qishini davom ettirmay bu yoqqa ketgan, ikkita institutni tugatdi shu bola. Haqiqatda o'sha onasini orzusini shu bola orqali ro'yobga chiqardi. Akalari, ukalari ham yomon emas, Xudoga shukr. Shohida opa, sizni o'sha bir aktrisa sifatida Charxpalakdagi Mastura obrazi tanitdi degan fikrga qanchalik ma'qullisiz? Yo boshqa rollaringiz bilan ungacha tanilganman deysizmi? Yo'q. Ungacha endi u paytda mashhur bo'laman desh, mashhurlikka endi intilib yashaydi-yu. Men hali o'zimni tayyor deb bilmaganman, lekin Charxpalakga o'ynashdan oldin Yusuf Roziqov Domla seriali bo'lgan. Ko'rganlar bilishadi, agar yoshi ulug'lar bilishadi. O'shanda men Sojida rolini ijro etganman. Farzandsiz ayol Karim akam Mirxodiyev bilan er-xotin bo'ladi. Farzandi bo'lmaydi. Uni o'sha ish kabineti shundoq maktabni stadion tomonga qaratilgan bo'ladi. Har doim xayol surib qarab turadigan bitta epizodi bor edi. Ana shu epizodni rahmatli Shavkat aka Junaydullayev ko'rgan ekanlar-da. Shu bitta aktrisa bor. Shu oynadan qarab xayol surib turadigan. O'sha kim deganlar, hatto ismimni ham bilmaganlar-da. Ulardan keyin ular o'sha serialni nima qilib topishgan, ko'rishgandan keyin Shohida Ismoilova o'shani topib kelinglar o'shalarni degan. Lekin borsam telefilmga bordim. Nima ko'rdilar-da, lekin mana buni o'qib ko'rgan dedilar. Ssenariyni berdilar-da, ssenariyni o'qib ko'rgan, keyin ertaga kelasan, proba qilamiz dedi. Endi o'qidim ssenariyni, juda ham nima deydi, yaxshi yozilgan-ku. Telba ayol, jinni ayolli, Og'ir obraz. Og'ir rol. Men o'ynamasam kerak deb o'yladim-da. Lekin undagi monologlari shunchalik kuchliki, Sharof aka Boshbekov juda chiroyli yozganlar Masturani monologlarini. Uni bitta gapi uchun o'ynaganman. Hayotda tashvishlarini o'ylasang, jinni bo'lganing durust deb o'ylayman. Chunki kalla ishlamaydi, vijdon qiynalmaydi. Ana shuni men o'zimga bir Masturani obrazini kalitini topdim. Chunki Mastura o'zidan o'zi telba bo'lib bu ahvolga, qiyinchiliklarga tushgani yo'qmi? Hayotdagi qiyinchiliklarga dosh berolmay telba darajasiga bordi-yu. Buni teran fikrlagan insonni gapi deb qabul qilib, ertasiga borib shu fikrimni aytdim-da. Aytsam, hayron bo'ldilar-da. Lekin xo'p, qani ko'rsatib ber dedilar. Lekin hali bitta joyini o'sha yodlab nima qilib kelgandim. Keyin o'ynab berdim-da. Bo'ldi, olaman dedilar. Bo'lmasa, juda ham mashhur aktrisalar bergan ekan proba bu nimaga epizod, nimaga Masturaga, kimligini aytmayman. Ondan ziyod. Keyin shunaqa qilib, avval endi baribir vahima hadik bor. O'sha kasallarni stress paytlari qanaqa bo'ladi bilish kerak. Ular endi obyekt qilib, ham tayyorgarlik jarayoni olib borilayotganda shu ruhiy xastalar shifoxonasiga, vokzaldagiga borishdi. Birga bordim ular bilan. Ko'rdim, men ko'ray dedim. Keyin Chuqursoydagiga borishdi, ko'rdim. Bilasizmi? O'sha ko'rib ularni, o'sha insonlarni, shu kasal bo'lgan insonlarni nima uchun shu darajada shu joylarga kelib qolish sabablarini o'rgandim, doktorlar bilan suhbat qildim. Lekin ana shu suhbat jarayonida men qahramonimni sekin ichki kechinmalarini har bitta epizodda ochib borildi. Demak,
ayol o'zidan o'zi bu mudhish voqealar uni hayotida bo'lmagan-ku deya yondoshdim. Men o'zimiz zo'r o'ynadim deb qabul qilmadim, lekin bir xil joyda ichkilik ichadigan joyi bor Masturani. Erkaklarning davrasidagi epizodlari bordi. Shunaqa uyalganman, bilasizmi? Basseyn oldida stollar qo'yilgan, erkaklar ichib o'tirib, Mastura endi kayfda ularni oldidan o'tib nima gapiradigan joylari bor, alamlari bor. Men shunaqa qo'rqqanman o'ynashda. Shunaqa uyalganman, haligi aktyorlar o'ynayapti, lekin o'zimni noqulay bir darajaga tushib qolganlarimni his qilganman. Balki shu yordam bergandir deb o'ylayman. Men bu darajada mashhur bo'lib ketaman deb o'ylamagandim hech ham. Lekin mashhurlikni orqasida menimcha mehnat yotadi. Albatta. Yaxshi bo'lib ketasiz. Necha marta aytdim sizga. Men pora olmayman dedi. Oling pulingizni. Ikkinchi qaytarilmasin. Uyat bo'ladi yer. Hopmi? Bu kam deb ochig'ini ayta qolmaysizmi? Tinchilaning. Hammang shunaqasanlar. O'zingizni Opajon? farishta qilib ko'rsatasanlar. Tinchilaning. O'zingizni bosing. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasiz. Tinchilaning. Omasiyoma. Bularni hammasi shu. Pora bersa olmaydi. Nos qiladi. Ishini ham bitirib bermaydi. Aytdingiz, o'sha ruhiy xastalar shifoxonasida ularni ko'rganingiz, masalan, shu jarayonlarni o'sha o'rganish ham aktyordan bir o'ziga xos kuch, masalan, hamma ham qarolmaydi bu vaziyatga, bu holatlarga. Masalan, o'sha bir kuchli iroda kerakdir, qanaqadir bir jasorat kerakdir. Ular chunki betob insonlar. Siz nimani his qilgansiz o'shalarni ko'rganda? Xudoga shukr. Kalla ishlaydi. Xudoga shukr. Vijdon bo'lsa, hamma vaqt deyman, vijdon qiynalmaydi. Kimnidir azobidan rohatlanadigan hayotda insonlar bor. Kimnidirga bir tuhmat toshi bilan, kimgadir bir yomon niyatini amalga oshirgan insonlar bor. Shuning uchun ham deyman-de, o'shanaqa insonlar bo'lgandan ko'ra jinni bo'lgan yaxshi deb o'ylayman. Bahodir aka Yo'ldoshev juda ham buyuk iste'dod egalari bo'lganlar. Biz o'sha yosh gvardiyada ishlagan paytimiz bizda bir yil biz bilan ham ishladilar. O'sha uyodiylar bu yoqqa almashish nima bo'lmaganda, ular har bitta spektaklda vrachchi o'ynaysizmi, kimni o'ynaysizmi, uni kasbini o'rganish kerak deb bizani Chernobil alangasi degan spektaklimiz bor edi. Operatsiya jarayoniga jo'natdilar aktyorlarni. Biz o'sha spektaklda vrachchi o'ynashimiz kerak. Endi bilasizmi? Operatsiya ertalab jarayoniga borib, kechqurungacha ko'rdik-de. Xushdan ketib qolganlar ham bo'lgan oramizda. Lekin Bahodir akadek bir iste'dod egasi, bir kasbi egasini bilmasdan turib uni hayotini bir yuzaga olib chiqib aktyor sifatida o'ynab berish uchun o'rganish kerak, bilish kerak, o'qish kerak dedilar. Ularni maktablari bizning qalbimizda hamisha qolgan. Hali-o'zgacha men shu qo'llarda birinchi uzoq qishloq spektaklini o'ynaganman. Juda yaxshi spektakl bo'lgan, dublyorim bo'lmagan bu spektaklda. Agar Bahodir aka shunday bir nimalari bordiki, bitta aktyor o'yna oladi, boshqa aktyor dublyor kerak emas deb bilardilar. O'sha spektaklga aynan meni oldilar. Keyin 87-yil bu yoqqa o'tib ketganimizdan keyin u spektaklni davom ettirishmoqchi bo'lishdi. Aktrisa o'ynadi, lekin o'shandan keyin bitta o'ynalgandek olib tashladilar. Chunki u aktyor kimgadir yozilgan bo'lar ekan. Shu tomonlari ham bor. Mana hozir bizlar Ruxsat Pamgilani o'zini spektakli bor. Ularni almashtirib bo'lmaydi. Ular uchun yozilgan bo'ladi. Shohida Ismoilovaning kitobsevarligi, bolalikdan to bugunga qadar o'qigan asarlari unga berilgan rolni his qilishi, haqqoniy ijro etishida ham muhim ahamiyat kasb etgan. Asosan ijobiy qahramonlar qiyofasida ko'rishga odatlanganimiz aktyorning O'tgan kunlar filmining yangi talqinida salbiy qahramonni juda ham maromiga yetkazib ijro qilgani tomoshabinni hayratga solganini o'z misolimda aytish mumkin.
Bunda ham shu asarni diqqat va e'tibor bilan o'qigani sabab desak yanglishmaymiz. To'ppa-to'g'ri topdingiz, Sayroxon. Albatta, men bu filmda Oftoboyim roliga o'tganman o'zi asosan. Qarang, Oftoboyim o'ynashim kerak edi. Buxoroga syomkaga bordim, endi Oftoboyimga tayyorlanib borganman. Endi Abdulla Qodiriyni O'tgan kunlar romani hammamizni yostig'imiz ostidagi kitob. Uni o'qigan saringiz unga to'ymaysiz. Endi tayyorlanib bordim. Keyin rejissyori fikri o'zgarib qoldi. Gulchehra opam Jamilovani Oftoboyimda ko'rdilar-da, shu davom ettirgandek bo'lsin deb boshqacha bir yo'nalishni ko'rish harakat qildilar-da. Endi menga rol yo'q, borganman, qizimni ham yetaklab olib borganman. 45 gradus issiq, endi qo'yaverasiz. Qaytib ketar ekanman dedim-da. Qarang, lekin o'sha kuni nima Xushro'y bibini o'ynagan aktrisa hozir vaqtim yo'q, bir 2-3 kundan keyin kelaman debdi. Endi ular joyi olib qo'yishgan, shuncha apparatura, shuncha syomkaga odamlar, bir 40 dan oshiq odam bor. Lekin jahllari chiqdi melsekanda, lekin bundoq qaradilar. Shohida dedilar, nima Xatam aka Fayziyev rahmatli bilan mana bu anaqani Xushro'y bitta sinab ko'raylik sanda dedilar. Kiyimlarni kiyishdi, kiyintirishdi, grim qilishdi-da, nima qilishdi-da. Mana shuni foto anaqa syomka qilishdi-da, rasmga tushirishdi xolos. Ertaga tayyorlanib kelgin dedilar, kitob albatta hammada bor. Endi meni rolim emas-da, Oftoboyim edim deb xafa ham bo'ldim. Keyin kitobni o'qigan sarim endi shunaqa yozgan Abdulla Qodiriy yozganlarki, Xushro'y bibini o'sha kiyimidan tortib qarashigacha, imosigacha hammasi yozib qo'yilgan-da, tasvirlanganki, uni faqatgina o'qib, tushunib, ijro qilib berishingiz kerak bo'lgan. Shuna bordim, ertasiga tayyorman deb, endi baribir qo'rqib turibman. Lekin boshlandi, syomka jarayoni boshlandi, haligi joyda keyin olishdi-da, shu bitta dubl olindi. Bitta dubl olindi-da, shu olinganni o'zida bo'ldi. Syomka tamom dedilar. Yo'qman dedim-da. Qarasam, o'shanda syomka bitta dublda olingan narsa mana qoldi deyman, tarixda qoldi baribir. O'sha Xushro'y bibi. Lekin ovoz berish jarayonida mana ovozimda yumshoqlik, tabiatli bor. O'sha bera olmaydi deb o'ylashdik. Agar o'zim harakat qilganimda ham o'zim bera olardim. Gavhar opam Zokirovani chaqirishda ovoz berish jarayonida, lekin bundoq kadrga qarayman-da, men qilib bera olardim shu. Nega menga ishonishmadi degan hamisha meni o'ylantiradi. Gavhar opam zo'r ovoz berganlar. Men ham Zaynab bo'lsam, albatta solar edi. Menga qolsa, har kim o'z nafsiga yaxshilik, yomonlikni o'zi hozirlaydir. Tavba deng, Xushro'y opa. Ke qo'y, bu gaplarni o'zing tinchmisan? Tinchligim qursin. Aytsang, aytmasang, albatta tinchliging qurg'on. Men shunday bo'lar deb o'ylamagan edim. Sen o'ylashni bilarmiding? Bir suhbatda bolalikdagi shu orzular haqida bir javob bera turib, muzqaymoq sotuvchi bo'lishni orzu qilaman degan ekansiz. Juda qiziq, kutilmagan orzu. Endi bolalikda bo'lishi mumkin. Bolalikda endi bilasizmi, bola nimadir yegisi kelsa, nima qilsa, men shunaqa bo'laman, shunaqa muzqaymoq bo'laman, sotuvchi bo'laman deb o'zi mazza qilib yeb olaman derdim-da. Endi demak juda yaxshi ko'rgansiz. Juda ham yaxshi ko'rgan. Bolalarcha orzu bo'lganda o'sha muzqaymoq har doim olib berishga imkon bo'lmaganda ota-onamizni. Shuning uchun ham bu bolalarcha orzu deb o'ylayman-da. Lekin o'sha gaz suv bo'lardi, ozgina o'sha sirop quyib nima qilib berishadi. Lekin opam tanlab olardilar-da. Mayli, men hech bo'lmasa gaz suv sotaman, mazza suv ichaman. Unaqa konfetlar ham hozirgidek har xil turli konfetlar bo'lmagan. Unaqa bo'lmagan. Qiyin payt bo'lgan. Oddiylik, soddalik. Mehr oqibat ko'p edi. Ko'pincha oyim ovqat qilsalar, endi unaqa tansiq go'shtli ovqatlar bo'lmagan taqdirda ham o'sha qozonimizga tushgan ovqatning bir kosasini bo'lsa ham qo'shnimizga ilinardilar-da. Iqbol opaqiniki olib chiqib bergin deb kosada
ovqat chiqazib yuborardilar. Men olib chiqsam, ular qatiq solib berardilar-da. Ha. Qo'shnilar kechqurun chiqib, ko'chada gaplashishmasdi. Hovliga kirib, kichkina anaqa tolla tagida karavotda o'tirib, gaplashib o'tirishardi. Mehr oqibat bor edi u paytda. Hozir yonida domdagi qo'shnisini bitta yonma-yon eshik, bitta devor tanimaydi. Kimligini ham bilmaydi, kim kirib chiqyapti bilmaydi odamlar. Ana mehr oqibat. Bunga sabab nimada deb o'ylaysiz? Vaqt tezlashib ketganimi yoki odamlar pulni, o'sha mol davlatni birlamchi deb o'ylaganimi? Nima deb o'ylaysiz sabab? Kim bilsin, odamlar faqat o'zini o'ylaydigan bo'lib qolganmi deb o'ylayman gohida. Faqat o'zini o'ylaydigan bo'lib qolgan, o'zini atrofidagi odamlarni o'sha ramkaga chizib olib, mana shu odamlar bilan muloqot qilaman deb o'ylasa kerak deb o'ylaymanmi. Lekin mana shu hozir biz ilgari domda turganimizda ham yonimizda bitta tatar juda ham yaxshi qo'shnimiz bor edi. Bayramlarda bir-birimizni tabriklaymiz, ovqat olib chiqamiz. Shu narsa menda qolgandi. Lekin hozir unaqa narsalar menimcha yo'q bo'lsa kerak, yo'qolib ketgan deb o'ylayman. Lekin baribir qo'ni qo'shni ham bir yaxshi insonlarki, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shning afzaldir. Hovli-oma qo'shni oldib bekorga yetishmagan-ku. Mana hozir yangi mahallaga ko'chib borganmiz, qo'shnilarimiz juda ham yaxshi. Lekin ko'chaga chiqib gaplashib turishga vaqt yo'q. Shu gohida yig'in bo'lib qolsa, shunda gaplashmasak, juda ham yaxshi qo'shnilarimiz bor, yaxshi insonlar ko'p. Va u qo'shnilar menimcha juda ham bir faxrlanib, mana bizning mahallamizda shunaqa san'atkor, taniqli insonlar yashaydi deb faxrlanib so'zlashsa kerak. Albatta. Chunki ko'p o'sha voqealarda, o'sha ko'p san'atkorlarni bir hayotida ko'ramiz bu narsani. Siz yana bir suhbatda araschiroqman degan ekansiz. Shu esingizdami? Bu rostmi? Lekin siz araschiga o'xshamaysiz. Kechirimli insonsiz. Endi Qanaqasi ham araschi, ham kechirimlilik. Endi odamchi ko'pincha gohidachi nimani tayyorni 2 uchi bor. 2 uchi bor bu. Chunki haqiqat bitta emas, ikkita ham bo'lishi mumkin ekan haqiqat. Uni haqiqati u inson, sizni haqiqatingiz. Lekin bilasizmi, gohida o'sha arazlayman, nima qilaman deb, keyin arazimdan keyin men o'zim taftish qila boshlayman. Lekin nima qildim-u, nima xato qildim, nima uchun menga o'sha o'rtog'im, yaqinim menga bunaqa munosabatda bo'ldi. Analiz qilib ko'raman. Lekin biz insonmiz. Inson xato qilishi mumkin. Yo u, yo men. Shuning uchun ham o'sha arazlarni gohida unutish ham kerak bo'ladi. Yuragingizda kek saqlab yuraversangiz, ertaga kasal bo'lib qolish ham hech gap emas. Bu o'sha insonning o'ziga yuk bo'ladi. O'ziga yuk bo'ladi bu arazlab yurish. Kechirimlilik baribir yaxshi deydi. Qo'rquv hissi qanchalik yaqin sizga? Qo'rquv hissi, men to'g'risini aytsam, yaqinlarimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Keyin gohida men hozir chet ellardagi urush voqealarini ko'rsam, bizning yurtimizda shu urush bir falokatlar bo'lmasin deb o'ylayman har doim. Shundan qo'rqaman, bevaqt o'limdan, shu onam duo qilganlar o't balosidan, suv balosidan, quruq tuhmatdan, tabiiy ofatdan asragin deb Allohdan so'rardilar. Shuning uchun ham menda qo'rquv hissi aynan mana shu bugungi kundagi tinchligimizni nima bo'lgan taqdirda ham ushlab turish deb o'ylayman. Bizani yashadik, endi yoshimiz ham anchaga borib qoldi. Farzandlarimiz urush ko'rmasin, ota-onamizni ko'rgan qiyinchiligini ko'rmasin. Bizdan ham yaxshi yashasin deb o'ylaymiz. Gohida bilib bilmay odamlar har xil matbuotlarda yozib, odamlarni undab, o'sha kurashga chorlovchilar ham, noo'rin kurashga chorlovchilar ham ko'p chiqib qoladi. Men bunday odamlardan nafratlanaman, chunki bular bugungi bir kuni bilan yashaydi, ertangi kunini o'ylamaydi. Ayol san'atkorga ham hayotda, ham ijodda o'z o'rni, baxtini topgani bu oliy saodat. Shohida opa taqdir siylagan shu baxtini hamisha qadrlab, avaylab asrab keladi. U asl fidoyi rafiqa, jonkuyar ona. Uni hamisha qo'llagan umr yo'ldoshiga jonfidolik ila yelka tutishni har qanday vaziyatda ham o'z burchi, mas'uliyati deb biladi. Xabaringiz bor, bir necha yil avval Mahmud Ismoilov jiddiy betoblanib qolganda qahramonimiz bu sinovdan ham munosib tarzda yorug' yuz bilan o'tgani ko'plarga ibrat. Suhbat davomida hayotda,
ijodda hammasi yaxshi bo'lsa-yu, ammo Mahmud akaning bunday betoblanib qolishiga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz, deya so'radik. Hayotda endi yaxshilik ham, yomonlik ham hamma vaqt yonma-yon yurar ekan. Hayotda shundoq bir ishlar bo'larki, ular hech qachon hayotlari davomida man hech qachon yolg'on gapirmaganman, gapirmayman ham. Shu nima deydi, mashhurlikka intilgan inson emaslar, biror bir lavozimga intilgan inson emaslar, hech qachon. Shundoq bir oilada tarbiya topganlarki, bu oilada hech qachon yolg'onga o'rin bo'lmagan. Haqiqat talab bo'lganlar. Balki o'sha rahbarlik paytlarida ana shu haqiqat talab bo'lganliklari uchun ham ana shunday bir voqealar bo'ldiki, ularni betob bo'lishlariga sabab bo'ldi deyman. Lekin bu o'zini oqlash, bu o'zini bir fikr doirasini kimgadir o'tkazish emas. Lekin ko'rib turib mana shu narsa qora deb turgan narsa gohida o'sha qora emas, u oq bo'lib chiqishi ham g'alati bo'lar ekan. Shuning uchun men aytaman, hayotda bo'lar ekan, lekin sabr, qanoatda fikrlashda hech qachon tushkunlikka ular shunda ham tushmadilar. Hech qachon tushmadilar. O'zlarini qo'lga olishga harakat qildilar, lekin bu yillab o'sha yig'ilgan asablardan shu ketgan, asablari ketgandan keyin sog'liqlariga ta'sir qildi. Ancha kasal bo'ldilar. Ularni hayotga qaytarish o'zi bo'lmadi ularni. Lekin bilmadim, men shu kezlar yo'qotib qo'yishdan qo'rqdim bu insonni. Banda shukr qiling, dardni Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga beradi, sabrni beradi deb qanchalik umidsizlik tug'ilaverdi, keyingi o'sha oxirgi paytlarda umidsizlikka tushib qoldilar, uzoq yashamasam kerak deb kezlar ham bo'lgan. Lekin o'sha baribir siz kuchlisiz, siz irodangiz kuchli, hali ko'p ishlar qilamiz, hali qancha qiladigan ishlarimiz bor, shular haqida o'ylang deb nima qilardim. Lekin Xudoga shukr, o'sha vrachlarni sa'y harakati bilan oyoqqa turg'izdik. Ancha filmlarda chiqmayapti deb tomoshabinlarimiz ko'p nima qilishadi. Endi kunlar sovuq bo'lsa, syomka jarayonlariga ko'proq yuborishga men ham xohlamayman. Kasal bo'lib qolish, shamollab qolishlaridan yo biror bir yana asorati qolmasin kasallikni deb nima qilaman. Shuning uchun asrab avaylaymiz. Xudoga shukr, teatrimiz bor. Ishlayaptilar, rol o'ynayaptilar. Yaxshi ko'rgan tomoshabinlari teatrga kelib spektakllarni ko'rishlarini istardim. Dublyaj orqali hammani xonadoniga kirib boradilar. Har kuni bir 3-4 ta filmni o'zbek tiliga o'giradilar. Shu kitob o'qiylar, audio kitoblar o'qiyaptilar. Bu deganim, bu ijodkor hech qachon to'xtamaydi. Uni ijod samarasini baribir o'sha xalqqa berishga harakat qiladi. Yaxshi ham shu kasbni tanlagan ekanmiz deb o'ylayman. Kim bilsin, bu kasb orqali yaxshi kunlarimiz ham, yomon kunlarimiz ham o'tdi. Lekin men kasbimiz orqali sabr nimaligini o'rgandim. Sabr, qanoat nimaligini o'rgandim. Oila muqaddas ekanligini o'rgandim. Farzandlar tarbiyasiga bee'tibor emas, shu e'tibor berib ularni kelajagi uchun poydevori farzandlar tarbiyasi orqali qo'ydik deyman. Baxt deyman. Lotereyaga yutmagan rost. Ilohim, shu baxtinglarga hech ham ko'z tegmasin. Va endi balki bu savol ortiqchadir, lekin baribir shu savolni bergim kelyapti. O'sha avval boshida, yoshlikda hamma ham o'zini hayotini bir tasavvur qilib, orzu qiladi-ku, hali o'sha o'qishlarga kirmagan, endi o'sha bir o'spirin, yosh davrlaringizda. O'shanda orzu qilgan hayotingizdamisiz hozir? Ha. Men baxtliman. Lekin bu baxtga erishish uchun hayot yo'limda o'sha ota-onam, men o'qigan kitoblar, ustozlar shu to'g'ri yo'lga solib yuborishdi. Hayot yo'limdan hozir men nazarimda to'g'ri ketyapman. Inson dunyoga kelar ekan, bitta eshikdan kirib ikkinchisidan chiqib ketar ekansiz. Lekin ana shu eshikning orasidagi bo'shliqni odam o'zini mazmunli hayoti bilan to'ldirar ekan. Men nazarimda men o'kinmayman. Inson o'z taqdirining ijodkori.
Zero bugungi qahramonimiz bu mas'uliyatli vazifani juda chiroyli va ibratli ado etib kelmoqda. Shohida Ismoilova bugun nafaqat oilasi, umr yo'ldoshi uchun, balki ko'p sonli muxlislari uchun ham sevimli va ardoqli. U o'zining hayot kitobini go'zal sahifalar ila yozib, hozir atrofidagi boshqa ko'plab ayol qizlarga o'rnak. Bahorning ilk kunlari bayram munosabati bilan suhbatlashishga ahd qilganimiz ham shundan aslida. O'ylaymizki, er suygan san'atkorning dil so'zlari yurtimizdagi jamiki ayollarga, nafosat va latofat sohibalariga munosib bayram tuhfasi bo'ladi. Har bir ayol baxt egasi bo'lishga haqlidir. Lekin bilasizmi, baxtni Allohim har bir taqdirni yaratadi-ku. Ana shu taqdirni yaratgan egamga o'sha hayot yo'limizdagi qoqilmasdan to'g'ri yo'lni tanlay bilish ham har bir ayolni o'ziga bog'liq. Oilam tinch, yaxshi yashashim uchun o'zim ham harakat qilishim kerak degan o'y bo'lar ekan. Ayollarimiz bugun hayotimizni mazmuni, hayotda hozir har bir sohaga qaramang, ayollarning o'z o'rni bor. Onalik vazifasidan tashqari, turmush o'rtoqlik vazifasidan tashqari ayollarimiz bugungi jamiyatimizda o'z mavqeiga ega deyman. Shuning uchun men istaymanki, ayollarni, qizlarimizni o'qimishli bo'lishini xohlayman. O'qisin, ilm olsin, o'zini orzusi sari intilsin. Intilganga tole yor. Shuning uchun ham qiz bola o'qib nima qilib beradi degan gaplar bu qolib ketgan gaplar. O'qisin, o'zi o'qisa, ertaga tarbiyani berishda bolasiga qiynalmaydi. Aziz ayollar, opa-singillar, dugonalar, men har biringizga avvalambor sog'liq tilayman. Oilaviy baxt tilayman. Farzandlaringizni kamolini turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda ko'ring deya niyat bildirgan bo'lardim. Bugungi bahoriy kayfiyat hamda mana qishni so'nggi kunlari o'tdi ketdi, lekin o'zini qori bilan xayrlashmayotgan qishni oppoq qori kabi qalbingizga ana shunday oqlikni tilayman, beg'uborlikni tilayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hammangizni baribir men yaxshi ko'raman. Siz Shohida Ismoilovani elga tanitgan, mashhur qilgan tomoshabinimsiz. Ayol nima o'zi? Ipakmi deyman, taqdirlar charxidan eshilib chiqqan. Ayol nima o'zi? Malakmi deyman, oppoq qanotini samoda silkkan. Ayol nima o'zi? Kuymi, sadomi? Yuraklar tubidan giryon aylagan. Ayolning husnini matoga chizib, ne musavvirlar hayron aylagan. Bir boqing, bularning barisi go'zal. Suhbatini olsangiz, tilin bol deysiz. Xirom aylaganda kuyga qo'shiqqa sarfdek qomatini misli tor deysiz. Ipakmi yoki par deganim yolg'on. Xarsang bor, po'lat bor irodasida. Bir boqing, boshingiz aylanib ketar. Sehr bor, jodu bor ifodasida. Alloh yaratganda ayol zotini baridan bir chimdim qo'shganligi rost. Shirin tillarining tagiga albat bir misqol zahar ham qo'shganmish xolos. Mayliga o'tkinchi dunyodek yurak ber erkak zotiga. Ayolni umrbod ardoqlay olsin, po'latdek sabot ber erkak zotiga. Rahmat, sog' bo'ling. Sizga ham bayram muborak bo'lsin, bahor muborak bo'lsin. Bu o'zi ayol va bahor tushunchasi, go'zallik tushunchasi doimo uyg'un. Hamisha mana shunday go'zallik bilan o'z muxlislaringizni xursand qilib yurishingizni chin dildan tilab qolamiz. Men ham barcha ana shu syomka jarayonida qatnashgan operatorlar, Sayroxon, sizga, ayniqsa darakchidagi barcha mutasaddi mas'ullarga
sog'liq tilayman, oilaviy baxt tilayman. Siz barchangiz ezgulik uchun xizmat qilyapsizlar. Hech qachon kam bo'lmang. Avval boshidan to hozirga qadar doimo ijodda, o'z faoliyati va intilishlari bilan milliy teatr va kino san'atimizga munosib hissa qo'shib kelayotgan Shohida Ismoilova oilasi va sevimli jamoasining fayzi. U borgan davralar chiroyi o'zgacha. Eng muhimi, u doimo tomoshabinlar e'tibori-yu e'tirofida. Shunday ekan, so'zimiz so'ngida ustozlar duosi va ishonchi bilan bugun el yurtiga sevimli san'atkor degan nomni oqlab kelayotgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Mehnat shuhrati ordeni sohibasi Shohida Ismoilovaga sog'lik, kelgusi ish va ijodlariga baraka tilaymiz. Iste'dodi bor bolajonlarga chin dildan mehr berib olib borayotgan ustozlik faoliyatida omad yor bo'lsin. Hamisha farzandlar, nabiralar bilan bir qatorda shogirdlar yutug'idan ham quvonib yurishlarini chin dildan istab qolamiz.